7 oyda tug'ib qo'ydi deb aytamiz dedilar. 7 oyda tug'ildi deb gap chiqaramizda, shu bilan bosti qilaveramiz dedilar. 5 oy oldin qabulimga bir ona bola kirib kelishdi. Ulardan so'radim, sizni qizingiz bo'ladimi yoki keliningiz bo'ladimi desam, haligi ayol aytdilar, qizim bo'ladi, hali turmushga chiqmagan dedilar. Bachadonni tekshirish boshladik va bachadonni tekshirish boshlaganimda datchik qo'yishimni bilaman. O'sha undan oldin, sal oldin ona aytdilar, qiz bola turmushga chiqmagan hali dedilar. Datchikni qo'ydim. Qo'ysam, o'zi ekranda o'sha kattagina homila. Bu razmerlarni oldim, o'lchadim, kriterini o'lchadim, qarasam 9-10 haftalik deb beryapti. Ya'ni bu degani 2,5 oylik, 2,5 oylik homila. Ajablanganimni ko'rib, ona o'zi tushundilar. Keyin Manzuraxon dedilar. Keyin bundoq qarasam, anaqa nima demoqchi bo'lganimni tushundingiz. O'zi shu masala bo'yicha siz oldingizga keldik dedilar. Bitta iltimosim bor. Siz ham kimnidir qizisiz dedilar. Ona sifatida iltimos qilaman dedilar. Bu narsa o'rtamizda qolsin dedilar. Xo'p, bu qoladi dedim. Xavotir olmang dedim. Desam, bu haqida bo'lajak kuyov bola, qizim va men 3 kishi bilamiz faqat dedilar. Va qachondir o'sha to'y kunlarini aytdilar, to'ylar sanasini ham manimcha vaqtdan keyin to'ylari bo'ladi dedilar. Keyin xo'p dedim, to'ylari bo'lar ekan. Keyin nima qilmoqchisizlar dedim. Hozir o'sha 2,5 oylik homiladorlar dedim. Ya'ni 9-10 haftalikka boryapti. Ya'ni birinchi 3 oylik, 12 haftalikka yaqinroq bo'lib qolgan bola. Hozir qorni chiqmagan. Ertadan keyin 4-5 oylikdan keyin qorni chiqishi mumkin. Xo'p, hozir ungacha kengroq kiyimlar bilan qornini yopishi mumkin, ko'rmasligi mumkin, bola bilinmasligi mumkin. Undan keyin qanaqa yashirasizlar? Oila a'zolar, qarindosh urug', ko'cha-ko'y degandek. Desam, 7 oyda tug'ib qo'ydi deb aytamiz dedilar. 7 oyda tug'ildi deb gap chiqaramizda, shu bilan bosti qilaveramiz dedilar.